Qiyoslash taxograf qurilmasining belgilab qo'yilgan meteorologik talablariga muvofiqligini aniqlash va tasdiqlash jarayonidir. Ushbu jarayon birinchi marta taxograf qurilmasi o'rnatilganda amalga oshiriladi. Shundan so'ng taxografni qiyoslash muntazam ravishda belgilangan vaqt oralig'ida o'tkazilishi lozim. U transport vositasining xususiyatlariga muvofiq ish ko'rsatkichlarini, haydovchining mehnat va dam olish rejimlarini to'g'ri qayd etish uchun amalga oshiriladi. Bunda ko'rsatkichlar aniq bir mashinaning dolzarb ma'lumotlari asosida yig'iladi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Transport vazirligi huzuridagi Transport ilmiy tadqiqot markazi avtotransport vositalaridagi taxograflarni faollashtirish, ularni qiyoslashdan o'tkazishni amalga oshiradi va taxograflarning qiyoslanganligi to'g'risidagi guvohnomalarni beradi. Ushbu xizmat uchun to'lov pul o'tkazish yo'li orqali amalga oshiriladi. Hurmatli tashuvchilar, avtotransport vositangizga o'rnatilgan taxograflarni qiyoslashdan o'tkazish va tegishli guvohnomalarni olish uchun Transport ilmiy tadqiqot markaziga murojaat eting.